Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan Neuralink haqida gaplashamiz, ya'ni inson miyasiga chip o'rnatish haqida. Kelinglar bir nechta muammoni men sizlarga ochiqlab beray. Qo'limda David Deutsch ismli olimni Struktura realnosti nomli kitobi turibdi. Bu fizika haqida bu kitob. Bu yerda borliq, bu dunyo, biz, atomlar va hokazolar qanday ishlaydi, nimadan iborat polностью yozib bergan kitob. O'ta qiziqarli. Aytaylik, vaqt ichida harakat qilish orqali harakat qilish mumkinligi yoki mumkin emasligini qanaqadir tadqiqotlar orqali keltirilgan yoki faktlar orqali keltirilgan tomonlari, bundan tashqari multiverse degan anaqa bor, multivселенная degan nazariya bor. Shu nazariya haqida ham bu yerda tadqiqotlar va boshqa narsalar bor. Qisqasi juda ham qiziq kitob, o'qib ko'rishni tavsiya qilaman. Bitta narsani tushunishinglar kerak. Mana, oxirgi bir necha yil oldin nimaga men fizika kitobidan boshladim? Neuralink haqida gapirganmiz. Neuralink nima? 16-17-yillar, mana 2016-17-yillarda asos solingan kompaniya. Bu kompaniyani asosiy niyati o'sha chip orqali insonning miyasiga chip o'rnatish. Asl niyat qanaqaligini hozircha menga umuman noma'lum, o'rganib chiqish kerak bu masalani. Insonga yordam berish deyishyapti. Ya'ni misol uchun aytaylik, internetga ham boshqa narsaga shuni o'zingiz ulana olasiz. Device bo'lmaydi, qanaqadir device yoki birorta smartfon bo'lmaydi. Miyangiz orqali ulanasiz va hokazo. Qo'shimcha xotira pamять bo'ladi biz uchun. Bu yomon yoki yaxshi, u boshqa masala. O'zingiz izohlarda hal qilishingiz mumkin. Faqat videoni oxirigacha ko'rib bo'lganingizdan keyin, xulosa qilib bo'lganingizdan keyin bir narsani tushunishinglar kerak. Ilmiyotda ikki xil vektor bor, o'sish vektori bor. Birinchisi vertikal vektor, ikkinchisi gorizontal vektor. Gorizontal vektor bu bor texnologiyalarning takomillashishi. Ya'ni misol uchun mana lampochka ixtiro bo'lganiga aytaylik, 100 yil, 200 yil bo'lgan bo'lsa, hali ham o'sha lampochkani ishlatyapmiz. O'sha lampochka texnologiyasi просто takomillashgan. Benzinda yuradigan mashinalar ixtiro bo'lganiga ham qanchadir ham bo'lib ketdi. Hali ham o'sha benzinda yuradigan mashinani ishlatyapmiz. Просто takomillashgan. Elektr karlar ham 100 yil oldin paydo bo'lgan o'zi aslida olganda. Elektr karlar ham ancha oldin paydo bo'lgan. O'sha texnologiyani просто takomillashtiryapmiz. Oyga uchganimizga qancha bo'ldi уже? 69-yilda uchgan inson oyga, to'g'rimi? O'sha raketalar, o'sha toplivo, texnologiyalar bir xil. Просто ular takomillashyapti. Ya'ni o'sha telefon просто u takomillashadi. Bu gorizontal o'tish. Bor narsani takomillashishi, kuchayishi bu gorizontal. Vertikal vektorda rivojlanish bu konseptual yangi narsa ixtiro qilinish. Misol uchun, tok, elektritsa birinchi paydo bo'lganda, butun dunyo revolyutsiyaga uchragan. O'zgargan, hamma narsa o'zgarib ketgan. Bu bundan oldin bo'lmagan narsa bo'lgan chunki. Aytaylik, bug'da yuradigan dvigatellar, benzinda yuradigan dvigatellar, har bitta shunaqa narsa revolyutsiya bo'lgan. Birinchi kompyuter paydo bo'lganda tamom pishdi. Lekin o'sha birinchi kompyuter 40-50-yillarda prototip paydo bo'lganda, hozirgi kompyuterlar deyarli bir xil texnologiyada ishlaydi, faqat hozirgilari kuchliroq, ya'ni ular gorizontal vektor bo'yicha ancha rivojlanib ketgan kompyuterlar hisoblanadi. Va oxirgi fiziklar hisob-kitobiga qaraganda oxirgi 60-70 yil ichida hamma rivojlanish faqat gorizontal vektorda bo'lyapti. Ya'ni konseptual yangi narsani oxirgi 60-70 yil ichida biz ixtiro qilmadik, biz ochmadik. Aytaylik, mana oxirgi 200 yilni oladigan bo'lsangiz, 200 yil oldin dunyo qanaqa edi? Hozir dunyo qanaqa? Hozir uchamiz, koinotga uchamiz, suv tagiga inson hamma narsa qila oladi hozir deyarli. Ya'ni o'rtacha yoshi, insonning yashash o'rtacha yoshi 30 yosh edi 200 yil oldin, hozir 75 yosh. Meditsina kuchayib ketdi. Odamlar oddiy bir 100 yil oldin 1 milliard kishi edi. Hozir 8 milliard bo'lib ketdik. Hozir pandemiyalarni ham yenga olyapmiz. Boshqa narsani ham shunaqa qurollar yaratdikki, butun dunyoni yo'q qilib olamiz, yadro qurollarni. Inson shunaqa kuchga egaki, hozir bu shu bitta knopkani bosib turib yo'q, insoniyatni yo'q qilib olamiz. Butun bitta boshli bitta sayyorani yo'q qilib olamiz. Endi shuncha narsa o'zgardi, shuncha vertikal o'sdik, lekin endi faqat gorizontal. Nimani hisobiga? Ya'ni nima hisobiga konseptual yangi ixtiro paydo bo'lmayapti degan savol qo'yilgan. Hozir juda ham ko'p olimlar bu haqda o'ylayapti. Ko'pchilik olimlar, ko'pchilik emas, qaysidir olimlarning qismi hozirgi kunda aytayaptiki, bo'ldi, ixtiro qiladigan narsamiz o'z yakuniga yetib boryapti. To есть bo'ldi, bu dunyoda уже bu borlig'ida, koinotda ixtiro qilishimiz mumkin bo'lgan narsa sekin-sekin yaqinlashib kelyapti o'zini oxiriga, yakuniga. Shuning uchun kamayib boryapti ixtirolar.
intervali sekin kam ixtiro qilyapmiz va intervallar orasi uzun bo'lib boryapti. Ilgari har yili 2-3 ta ixtiro bo'lgan bo'lsa, hozir har 10 yilda zo'rg'a bitta qanaqadir ixtiro bo'lyapti va hokazo. Sekin kamayib boryapti. Bu nazariyalardan biri. Bu qanchalik to'g'ri noto'g'ri bu boshqa masala, lekin men ikkinchi boshqa nazariya tarafdoriman. Menimcha ham shunaqa. Bu nazariyani hosillarga tushuntirib beraman. Gap shundanki, bizda genetik potensialimiz bor. Insonda biologik genetik potensiali bor. Siz biologik mavjudotsiz. Tushuning shuni. Siz biologik mavjudot bo'lib yaralgansiz. Bu dunyoda shunaqa ishlaysiz. Siz biologiya bilan ishlaysiz. Hamma narsangiz. Fikrlaringizdan tortib, sizni ruhiyatingiz ham hattoki miya nomli biologik organ orqali o'zini aks etadi. Organ orqali o'zini aks etadi. Istalgan ruhiy kasallik bu miyani kasalligi. Bu tanani tark etganingizdan keyingina bu qonun qoidalarni tark etasiz xolos. U paytgacha bu narsaning imkoni yo'q. Va любой biologik organizm o'zining chegarasi bor. Juda ham явный va oddiy chegarani ko'rsatib bera olaman. Mana qo'l. Qo'limni orqaga qayra olmayman. Men ko'p so'rayman bu narsani. Necha yil shug'ullansam shu qo'lim orqaga qayriladi. 10 yil shug'ullanmayman. Imkoni yo'q. Qo'lim orqaga qayrila olmaydi. Sababi mani konstruksiyam, men bittagi skeletimni, bo'g'inni konstruksiyasi orqaga qayrilishni inobatga olmagan. Va miyani ishlash jarayoni o'zining chegarasi bor. Miyada inobatga olinmagan narsalar ham bor-da. Misol uchun 100 ming yil oldin biz ota-bobolarimiz g'orlarda yurib, qo'ylarni boqib yurganda, hali mana texnologiyalar bo'lmaganda, o'sha paytda ham xuddi shu miyani egasi bo'lgan uni. To есть miya o'sha miya hozirgi miya, qadimgi miya boshimiz ichida. Endi bitta narsani tushuning. O'sha paytdagi insonlar ham mana bu kvantoviy fizika, raketani qurish, IT va hokazoni tushunish potensialiga ega bo'lgan. To есть miyasi bu narsaga kuchi yetardi. Prosta u paytda rivojlanish bu darajada bo'lmagan xolos. Lekin nimaga kerak bo'lgan ularga bu narsa? Hech o'ylab ko'rasizmi? Nima uchun shu darajada katta potensial qo'yilgan inson uchun? Va bu potensial o'z aslida olganda katta ehtimol bilan chegarasi bor. Baribir biologiyamizga borib urilamiz, baribir koinot borligi, butun borlig'idagi hamma narsani 100% bila olmaymiz. Sababi fikrlash chegarasi. Endi fikrlash chegarasini yengish bitta zo'r yo'li bor. O'zi bu narsani qilib kelyapmiz anchadan beri. Oxirgi paytdagi ixtirolar 19-yilda qora tuynukka birinchi marta rasmini oldik. Borligini bilardik, matematik hisob-kitoblar orqali, lekin isbotini topdik deylik. Gravitatsion to'lqinni birinchi marta tutdik, oxirgi marta 2017-yilda yaqinda bo'lgan ish. Newton davridan shu paytgacha 500 yil qanchadir ham yer o'tib ketdi, 300 yil, 400 yil. Shu paytgacha mana endi bu narsa imkoni bo'lyapti, sababi texnologiyalar. Sababi Kip Thorne degan olim, fizik, Nobel mukofotini oldi bu narsaga va bizga texnologiyalar yordam beryapti. Texnologiyalar, kompyuterlar. Hozir bironsan hisob-kitob qilmaydi inson o'zi. Inson kompyuter ixtiro qiladi, kompyuter teradi, kompyuter hisoblab beradi. Va xuddi shunaqa balki davomiga vertikal o'sish qilishimiz uchun, davomiga yangi qanaqadir o'ta bo'lishi mumkin emas darajasida qanaqadir texnologiyalarni ixtiro qilish uchun, teleportatsiya deysizmi, vaqt ora sayohat deysizmi, boshqa deysizmi, bu narsani qilish uchun biz miyamizni rebranding qilishimiz kerak. Kibernetический qilishimiz kerakdir. Balki o'sha chiplar, neuralinklar bizni miyamizni chegarasini kengaytirib berar. Men shu vektordan bu narsaga qarashni yaxshi ko'raman. Bunaqa nazariya bor, to есть ikkita nazariya men boya aytdim. Birinchisi o'sha ochiladigan narsa qolmagan, ikkinchisi biz prosta o'zimiz chegaramizga yetib keldik. Shu chegaradan o'tish uchun aslida olganda menimcha inson chegarasiga o'zi ancha oldin yetib kelgan, bir 50 yil, 60 yil bo'lib qoldi. Lekin bu yog'iga bizni kompyuterlar tortib keldi. Hozir kompyuterlar o'ta kuchli, super kompyuterlar bor. Qaysidir sayyoralar, galaktikalar, boshqa narsani ochishimiz hisobiga o'sha kompyuterni ishlatamiz, spetsialniy refraktorni ishlatamiz, boshqa narsani ishlatamiz. Ko'ra olamiz, bila olamiz, juda ko'p narsaga qurbimizga yetadi, qo'limizga yetadi. Lekin u yog'iga o'tish uchun men nazarimda insonning miyasini o'sha konseptual yangi fikrlash darajasiga olib chiqish kerak. Men nazarimda buni faqatgina maxsus kompyuterlar va texnologiyalarni miya bilan birikishi orqali amalga oshirsa bo'ladi. Ya'ni o'sha neuralink deysizmi, boshqa chip deysizmi yoki kvant kompyuter deysizmi, agar insonning miyasi ongi bilan birga birlashtira olsak bu narsani, katta ehtimol bilan biz o'sha gorizontal o'sishdan chiqib ketib, ya'ni vertikal o'sishga urib beramiz. Va juda ko'p ochilishlar, texnologik ochilishlar, ixtirolar va insonning kelajagi o'sha kinodagi ko'rgan kelajagingizdagi bo'lish ehtimoli ham bor. Shunaqa gaplar. Shuning uchun ilmiyotga qiziqinglar, kitobni ko'proq o'qinglar, обязательно like,
obuna bo'ling, podpiska qiling, izohlarda fikringizni qoldiring. Bunga tegishli juda ham ko'p mavzular bor. Hali shu mavzularni ochib yoritib berishimiz mumkin bo'ladi. Izohdagi reaksiyalar orqali biz sizlarga bu qanchalik qiziqligini bilib olamiz. Shu gaplar sog' bo'ling, omon bo'ling, miya rivojlantiring.